Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Zerocraft. Bugungi videomizda men o'zim o'ynaydigan proyekt, ya'ni server haqida ozmuncha ma'lumotlar berib o'tib ketaman sizlarga va men bilan o'ynash imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Hozir bu yerda men ukamning nick turibdi, menga farqi yo'q. Atak mana nomiga e'tibor beramiz. Nomini xohlagancha qo'yish mumkin. Obuna bo'ling yoki xohlagan so'kinadigan gaplar. Farqi yo'q. Block party, ya'ni hozir men buni o'chirib tashlab sizlar uchun yangisini ko'rsataman. Tek bizga kerak bo'ladi bu narsa. New'da bosamiz. Voy jinursin. Mana bosdik. Mana asta-sekinlik bilan ko'rsatib o'tib ketaman. Bu narsalarni bosib o'tib ketasizlar. Mana bosasizlar. Name degan joyga xohlaganingizni yozasiz. Masalan, endi ukam yozgan ismni qo'yib qo'yamiz. O'zining nima aka bo'lgandan keyin akkauntda Minecraftda ham bo'tga bo'lsa mana blok chiziqcha mana minus party deysizlarda .ru deysizlar. Men bu port degan joyini umuman o'zgartirmasdan add serverni bosib yuboramiz. Mana siz kutib turgan server chiqadi. Yana bitta server bor. U serverni o'zbeklar o'ynaydigan server. O'zbeklar o'ynaydigan serverni hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Endi bu yerga даже obuna bo'ling deb qo'yamiz. Nomini endi xohlaganlarni qo'ya olasizlar sizlar. Xohlaganlarni qo'yinglar. Men o'zim shuni qo'ygim keldi, shuni qo'ydim. Uzr. 142 132 nuqta nechida jinursin lanati. Hozir o'rtoqlar men o'zim telefonimdan nima shu serverdan IP adresi bor edi. O'zim telefonimdan nima qo'ray hozir. Mamada bordi akkauntim. Shunga hozir. Endi 200 chadirdan aylanardi shekilli-yu. Esimdan chiqib turibdi. Nima deymiz endi? Hozir. Necha minut bu? 2 minutlik video. Bu yerda mana to'g'ri o'ylagan ekanman. 203.47 mana endi portni barchasini o'chirib tashlaysizlar o'rtoqlar. U 31 511 deysizlar. Mana buni bosasizlar. Create world bosmanglar, back bosib yuborasizlar. Mana nick qo'yasizlar. O'zingizni ismingizni xohlaganingizni qo'yasizlar. Mana xohlagan qo'ysanglar bo'ladi. Kostyumni bossanglar, Google'dan skachat qilib bo'lgan kostyumlaringizni bossanglar, shuni qilib qo'yib olasizlar bunga o'xshatib va keyin siz mana hozir Wi-Fi ishlayotgan bo'lsa, tek men buni hozir men sizlarga parollarigacha aytib o'tib ketaman. Parollarda keladigan bo'lsak, men bitta voy jinosidan qotib qoldi. Bosamiz blok partiga buldutering done bo'lgandan keyin kiradi. Agar kirmayotgan bo'lsa, bir nimadir xato ketyapti, lekin albatta bu serverga kiradi. Chunki o'rtoqlar bu serverda hozir ishlamayotgan sababi ham bo'lishi mumkin, kechasi bo'lganligi yo bo'lmasa Wi-Fi da bo'lishi mumkin, muammoda internet deb o'zi yozib qo'ygan bo'ladi. Mana kiryapti va men buni bosamiz. O'rtoqlar bu Craftman Games nima qilmayapti? Hozir to'xtanglar, xatoni to'g'rilayman. O'rtoqlar sizlar bu Craftman Games'dan Craft World'dan kirsanglar bo'ladi. Ikkita nima bor? Minecraft turi. Даже bunga kirib boramiz. Poxoy. To'g'risini aytsam o'rtoqlar bu vaqtda men kirmayman. Hamma o'zi kiradi. Даже men bilmayman u qanaqa qilib kiradi, bu otvoryapti, tushunmadim, lekin telefonim megabayt juda ham katta, ammo otvoryapti. Minecraft o'zidadir deb o'ylayapman. Mana endi ishlayapti. Chatni bosamiz. Deslayer kirgan ekan, bu bizning o'rtog'imiz. Sizlar ham kirib bizlar bilan o'ynashinglar mumkin. Yaqin orada stream ham qilib qolishimiz mumkin.
xohlaganinglarni aytib yozasizlar, parolni yo bo'lmasa shunaqa qilib bosaversanglar bo'ladi. Tayoqcha login 1 2 3 4 5 qilyapti. Buni esinglardan chiqarib qo'ymanglar. Hozir o'yinimizda 4 ta onlayn inson bor. Men nazatkani bosib turib topsanglar bo'ladi. Mana Desler, Miki, Og'abek, bu ukamning akkaunti. Nima deydi Desler? Yo'q. O'rtalar bu video vashi kam bo'lib boryapti. Minuti atak sizlarga mana shu serverni tavsiya qilaman. Bizlar bilan o'ynashinglar mumkin. Xudo xolasa yaqin oralarda ham stream qilishimiz mumkin. Salom bro. Bormisan? Yo'q. Albatta bormiz. Yo'q bo'lganimiz yo'q. Araveri nima ovozlarimda xatolik ketadigan bo'lsa, men o'sha zeroman, просто nima ko'p vaqtdan beri video olmadim. Eng yaqin do'stim bu menman. Bo'ldi, senga xiyonat qiluvdi, knyaz. Sen videoga olmayman, seni videoga olmayman. 099 hozir o'rtoqlar dahshat so'kib boray. O'rtoqlar men serverga kirib, men Mikkimiz Zokxa degan kimni ko'rsanglar, iltimos meni hisobimni shu serverga kirganinglarda dahshatgina so'kib qo'yinglar. Bilasizlar, YouTube'da so'ksangiz ban bo'lib ketish ehtimoli bor. Bo'lmasa men o'zim zo'r qilib ko'rsatib bergan bo'lardim-u, mayli. Videoni o'chirgandan keyin buni dahshatgina so'kamiz. Mayli, o'rtoqlar. Nima? Yo'q, men o'z so'kmayman. Даже asabim chiqqanda ketib qolishi mumkin. Musht faqat men bu bolani nikini ko'rib qoldinglarmi? Zokxa 999 o'shani addushi nima qilarasizlar? Serverlar, mana shu serverda sizni kutib qolamiz. Mana shu serverga kirib, men bilan o'ynashinglar mumkin. Va Telegram kanalimni silkasini kommentariya agar ochiq bo'ladigan bo'lsa, tashlab qo'yaman. Agar ochiq bo'lmaydigan bo'lsa, oxirgi videoyimda kommentariya ochiq bo'ladi, o'sha yerga tashlab qo'yaman. Albatta siz videolarimga kirib nima qilinglar? Kirib ko'ringlar, kommentariya bor yoki-da yo'qligini. Keyin esa o'sha yerga silka tashlab qo'yaman, o'sha yerga o'tib qo'yinglar. Men qachon onlayn bo'lsam, davayte serverga kiringlar, o'ynaymiz, pul ko'taramiz deyman va keyin o'ynashimiz mumkin. Bu serverda mana Desler bratanimiz, mana do'stimiz, jigarimiz Bedwars o'ynaydi deyapti. Uxlash kerak soat уже bo'lgan. Allamahal 12 bo'lyapti. Mayli o'rtoqlar, sizlarni shu serverda kutib qolamiz. Blok party serveri. Aytmoqchi o'rtoqlar, sizlarga yanada ikkita qiziqarli streamda aytiladigan zo'r narsalarimiz bor. Zo'r, vashi zo'r. O'shaning uchun hozirroq Zerocraft kanaliga obuna bosib qo'yinglar va Zerocraft kanalidagi hamma videolarga like bosib, kommentariyalarni cho'tka qilinglar. Agarda kommentariya ochiq bo'lsa, ochiq bo'lmasa, men buni qilganim yo'q. Men qilganim yo'q buni. Короче, nima qilaverasizlar? Like bosib obuna qo'yinglar. Ko'proq like va obuna bo'ladigan bo'lsa, sizlar bilan o'ynayotgan videomizni ham tashlab qo'yaman. Hammaga xayr, sizlar bilan men Zerocraft bo'ldi. Qisqa muddatning ichida server qilishni o'rgatdim. Agarda tushunmagan bo'lsangiz, yana qaytadan videoni ko'rishingizni maslahat beraman. Boshidan oxirigacha ko'rib oladigan bo'lsangiz, aniq va batafsil bu videoni qanaqa qilib tushuntirganimni bilib olasiz. Hammaga xayr, sizlar bilan men Zero bo'ldim va Zokxa 99 esinglarda qoldi. Addushi.